O'zkimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati tomonidan ommaviy axborot vositalari vakillari uchun Chirchiq kimyo industrial texnoparkiga press tur tashkil etildi. Tadbirda ommaviy axborot vositalari vakillari texnopark hududida amalga oshirilgan bir qator sanoat loyihalari bilan yaqindan tanishdilar. Ta'kidlash lozimki, texnoparkda mahalliylashtirish, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish, eksport salohiyatini oshirish hamda yangi o'rinlarni yaratish bo'yicha salmoqli natijalarga erishilmoqda. Birgina 2025 yilning o'zida texnoparkda umumiy qiymati 36,5 million AQSh dollarlik 8 ta loyiha ishga tushirildi. Natijada 312 nafar yangi ish o'rni yaratildi. Texnoparkda Janubiy Koreya kompaniyasi bilan hamkorlikda O'zbekistonda ilk bor import o'rnini bosuvchi yangi turdagi audio tizimlar va ovoz kuchaytirish moslamalari ishlab chiqarilmoqda. Loyiha doirasida 2 million AQSh dollari qiymatidagi to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi va 30 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Asosan bizni faoliyatimiz shu O'zbekistondagi mahalliy xodimlarni bosqichma-bosqich har oyda Koreyadan mutaxassislar kelib, bosqichma-bosqich treyning asosida o'rgatiladi. Bu yerda 9 xil turdan oshiq mahsulotlarimiz birinchi bosqichda ishlab chiqarilmoqda. Shuningdek, texnopark hududida ko'piklantirilgan polipropilen avtomobillarning ehtiyot qismlarini ishlab chiqarayotgan korxonalar ham faoliyat yuritmoqda. Press tur davomida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun matbuot anjumani ham tashkil etildi. Unda Chirchiq kimyo industrial texnoparkida amalga oshirilgan loyihalar va istiqboldagi rejalar xususida batafsil ma'lumot berildi. Ta'kidlanganidek, hozirgi kunda texnopark hududida turli davlatlardan 25 ta investitsiya loyihalari yo'lga qo'yilgan bo'lib, ularga rezidentlik maqomi berilgan. Rezidentlar tomonidan shu kunga qadar umumiy qiymati 100 million AQSh dollarlik investitsiyalar o'zlashtirilib, 954 milliard so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarildi. 26 million AQSh dollarlik mahsulotlarni eksport qilishga erishildi hamda 798 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Biz kelayotgan har bir investorga o'z ishlab chiqarishini boshlashligi uchun tayyor bino inshootlarini taqdim etish imkoniyatiga egamiz. Ya'ni har bir kelgan investor yangi bino qurishi, kommunikatsiyalar tortishiga hojat yo'q. Chirchiq kimyo industrial texnoparkida amalga oshirilgan har bir loyihalar sinchkovlik bilan tanlab olinadi. Bunda uning iqtisodiy samaradorligi, ekologik talablar, yangi zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi, shuningdek har bir korxonada 80% xodimlar o'zimizning O'zbekiston fuqarolari bo'lishi inobatga olinadi. Matbuot anjumani davomida jurnalistlarni qiziqtirgan savollarga batafsil ma'lumot berildi.